Assalomu alaykum, Sultonobod News kanalining hurmatli va qadri baland obunachilar. O'tgan safargi uchastka videomizni qo'ygan edik. 5 soatda uy sotilib ketdi. Undan keyin ko'p odamlar qarab bizga bir haftalab telefon qildi, "Uka, uchastka bormi deganlar uchun mana bugun sizlarga yana bir uchastkani taqdim etamiz. Bunda faqatgina uy yo'q, amar egilgan va bu uchastka o'zimizning hammamizga tanish bo'lgan qo'shni qishlog'imiz Do'stlik qishloqda joylashgan. Mana hozir Do'stlik qishloqda mana bu oxirgi ko'chasidan to'g'ri kirib kelsangiz, eng oxirida joylashgan uchastka. Mana bu yerda uchastkaning qulayliklaridan biri bu svet kelgan va bu yerda yana quduq ham qo'yilgan, ichkariga anorlar ekilgan va men hozirdaga ana anorlar ko'rsatib, quduqlar ko'rsatib chiqaman. Videoni oxirigacha ko'ring do'stlar. Videoning oxirida men sizlarga ushbu uchastkani narxini aytib o'taman. Xo'sh, mana shu ichkariga kirganimizda ko'chatlar to'ladi. Polni ko'chatini ko'tarib o'taman. Shu onalarning egilganiga 2-3 yil bo'lib qolgan. O'sha onalar ham hosilga kirib qolgan. Hozir borib sizlarga quduq ko'rsataman. Uchastkamizni alagasi kattaligi 10 sotiq joyda egalli uchastka. Bu yerga faqat joylari anariga qo'ygan, bu yerga hech kim yashamaslik uchun. Uchastka egalari o'zimizning qo'shni qishloqdan Kalaydan Abdujalil akalarimiz bo'ladi. Mana quduqni ko'rsataman. Quduq to'langan, anorlarga suv qo'yish uchun mana o'zingiz ko'rasizlar, quduqdan nasozlari ham bor, quduqdan suv chiqib yotibdi, bemalol anorlarga suv qo'yishlaringiz mumkin. Agarda sizlar Rossiyada bo'lsalaringiz, hozircha kelib yasha olmaymiz desalaringiz, olib qo'yib bemalol anorlarni yetishtirib, sotib, anorlar orqasidan ham yaxshigina pul qilsa bo'ladi. Anorlar ko'rsating. Quduqni quduqlar esa 15 metr to'langan. Hozir endi men sizlarga buni birgalikda kirib ko'rsatib, esa hozir yana o'tgan safar ko'rsatib, VR qilib ko'rsataman. Yana xuddi o'zlaringiz kelib ko'rgandek qilib ko'rsatingiz. Xullas, hurmatli kuzatuvchilarimiz, endi sizlarga VR qilib ko'rsataman. Bu salvalari qo'yilgan. Даже mana stabilizatorlari ham bor. Tokni me'yorda ishlab turish uchun. Keyin bu Do'stlikning oxirgi ko'chasi kirib kelganda, bugungi videoga biz albatta Naim aka bilan kelganmiz. Naim akaga ham rahmat. Agar kimga BMW kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. O'zimiz mashinalar mana. Rahmat shunchalik yo'q demak keldi. Endi uchastkaga qaytsak, mana bu pastki tarafdan, xudo xolasa agar bu yerda sizlar yashasalaringiz, ushbu ko'chatlarni bir chekkaga ko'chirib, bemalol yashashlaringiz mumkin. Bu tarafda soy, lekin bu soygacha kelmaydi. Sababi mana bu yerdagi zabordan o'zi sizlar uchastkalaringiz qaytadi 10 sotik. Qo'shni taraf mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, haligi men o'ralgan blok bilan. Xullas endi davom etamiz. Kirib keldik. Anor bu yer polni to'ldirib 10 sotikka anor egilgan. Uy egalarining o'zlarining yonida uchastkalari bor. Agar sotmasalaringiz shu uyda egasi bilan qo'shni bo'lishlaringiz mumkin. Boy aytib o'tganimdek, Rossiyada bo'lsangiz ham bemalol sotib olib, suv qo'yib, uydagilaringizga suv qo'yib yursa, mana bu anorlar orqasidan ham shu normalniy pul kelib turadi-da. Yerlari yaxshiga o'xshaydi, sababi men bironta qurib qolgan anorni ko'rganim yo'q. Barchasi olgan, gulayotgan anorlar. Bu yerda shunchaki hech kim yashamagan. Dokument masalasiga keladigan bo'lsak, dokumentlar hammasi yaxshi. Yana o'zlarini aloqaga chiqsalaringiz dokumentlarni tushuntiradi. Mana boya aytib o'tgan qudug'imiz 15 sotiqdan iborat. 15 sotiq chuqurligi. Qanaqa 15 sotiq? 15 metr chuqurligi, ha, uzra dashkatda.
Xullas, nasoslar qo'yilgan. O'chirib yoqish tizimlari hammasi bor. Anorlar mana soy yotibdi. Mana suv oqib yotibdi bemalol. Kelib shetdan suvni olib, dehqonchilik qilishlaringiz mumkin. O'chirish shekilli dehqon suv. Mana bu yashab yotib ishlashaveradi. Mana shu yerda quduq joylashgan. Bitta quduqlardan suv kelib, taraflarga qarab kirib ketadi. Anaqlar hammasi olgan. Istar mana bu yerda. Xullas, sizlar uylaringiz mana bu zabor bor-ku, shu zabordan masjiddan qaytadi, bu taraf o'sha soyni haqqi. Xullas, hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana uchastkani o'zlaringiz ko'rdilaringiz. Bu yerda hech qanaqa uy qurilgan yo'q, lekin chetlari mana shunday cho'tki qilib simtorlar bilan o'ralgan va qo'shni taraf blok bilan. Xullas, bu uyning egalari bizga aytishdiki, uyni hozircha 1 million 100 ta deb turibmiz. Agarda biz nomimizdan shu pastdagi raqamlarga tezda murojaat qilib, akalarimizga murojaat qilsalaringiz, siz nomidan chiqsalaringiz arzon qilib beradi. Shuning uchun shoshilib qoling, o'tgan safargi uyimizga o'xshab yana uy sotilib ketgandan keyin qo'ng'iroq qilib qolmang. Bugun sizlar bilan Sultonobod News bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agarda sizda ham xuddi shunday sotiladigan uchastkalar bo'lsa, mana bu отдельный raqam, bizning raqamlarimiz, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin.